Aptechka agentliklaringiz bormi aka? Transport jihozlaringiz. Oling aka. Oling aka, ko'rsating. Agentliklar aptechkalarga ko'rsatyapti. Agentliklar aptechka aka sizga dastmoturga kiradi-ku, hujjatga kirmaydi-ku. Hujjatga kirmaydi. Ya'ni ko'rmasa uni kim ko'rishi mumkin? Aka hujjat tekshirishga deydi siz. Agentlikni aptechkani tekshirish sizni vakolatiga kirmaydi aka. Agentliklar aptechkangiz bo'lmasa men yozaman, e'tirozingiz bo'lsa murojaat qilasiz. 294-modda sizning haqqingiz ekan. Amaldagi yo'l harakat qoidalarining 7-10-bandida haydovchi quyidagi jihozlar bilan majburiy jihozlangan bo'lishi shart. Ya'ni bular aptechka, agnuchitel, nur qaytaruvchi jilet va majburiy to'xtagan bildiruvchi belgi. E'tibor beramiz, bu yerda GAI xodimi ko'rsatish kerak degan joy yo'q. Buni esa yo'l harakat qoidalarining 2-bobida haydovchining majburiyatlari degan joyda aniq ravon ko'rsatib o'tilgan va 975-sonli qarorning 6-bobida to'xtatish sabablari degan joyi bor. O'sha sabablarda aptechka agnuchitel tekshirish uchun to'xtatish degan joy yo'q. Shunday ekan, sizda o'sha jihozlar bo'lishi shart, majbursiz bo'lishga, lekin GAI xodimi sizga agarda ko'rsat, bo'lmasa senga protokol yozaman desa, bemalol buni sud tartibida bekor qildirib, siz unga ma'naviy zarar ham undirishingiz mumkin. Ya'ni noqonuniy yozgan bo'ladi sizga shunday. Chunki bu hozir keltirib o'tirgan asoslari bilan asoslangan. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.